Videomiz homiysi Zver.uz veb-sayti. Tashrif buyuring, eng so'nggi Android ilovalar siz uchun. Vitaminlar. Vitaminlar biologik faol moddalar bo'lib, organizmda moddalar almashinuvida qatnashadi. Rus olimi Nikolay Ivanovich Lunin 1853-1968 1880 yilda himoya qilgan doktorlik dissertatsiyasida vitaminlar hayvonlar organizmi uchun muhim modda ekanligini birinchi bo'lib isbotladi. Uning xulosasiga ko'ra, ovqat tarkibida oqsillar, yog'lar, uglevodlar, tuzlar va suvdan tashqari alohida moddalar ham bo'ladi. Bularsiz organizm yashashi mumkin emas, deyilgan edi. Keyinchalik bu noma'lum muhim moddalar 1912 yilda Kazimierz Funk tomonidan vitaminlar deb nomlandi. Vita, hayot degan ma'noni bildiradi. Vitaminlarning 40 dan ortiq turi bo'lib, ularning har biri odam organizmida muhim fiziologik vazifani bajaradi. Agar bir necha hafta, oy davomida kundalik ovqat tarkibida biror vitamin muntazam yetishmasa, uning organizmda bajaradigan fiziologik vazifasi buziladi. Natijada ma'lum kasallik yuzaga keladi. Agar odam organizmida biror vitamin mutlaqo yo'qolsa, avitaminoz, uning miqdori kamaysa, gipovitaminoz, me'yordan ortib ketsa, gipervitaminoz deb ataladi. Bu holatlarning har qaysida o'ziga xos xastalik belgilari paydo bo'ladi. Masalan, gipovitaminoz A, gipovitaminoz B, gipovitaminoz T va hokazo. Har xil vitaminlar turli vazifani bajaradi. Vitaminlar yog'da va suvda eruvchilarga bo'linadi. Yog'da eruvchilarga A vitaminlari, suvda eruvchilarga B guruh, K kabi vitaminlar kiradi. A vitamini hayvon va odam organizmining o'sishi va rivojlanishida, hujayralarning bo'linib ko'payishida, epiteliy to'qimasining, terining ustki qavati, nafas yo'llari, ovqat hazm qilish a'zolarining ichki shilliq qavati, funksional holatini normal saqlashda, ko'z o'tkirligining yaxshi bo'lishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Organizmda bu vitamin yetishmaganda teri quruqlashib yoriladi, nafas yo'llari va oshqozonchak ichki qavatining yalliglanish kasalliklari yuzaga keladi. Ko'rish o'tkirligi pasayadi, ayniqsa odam qorong'ida yaxshi ko'ra olmaydi. Bolalar va o'smirlar organizmining o'sishi va rivojlanishi susayadi. A vitamini baliq yog'ida, sariyog'da, tuxum sarigida, jigarda, sabzi, qizil qalampir, o'rik tarkibida ko'p bo'ladi. B guruh vitaminlar. Bu guruhga 1 tamin, 2 riboflavin, B6, B12, B15, PP, nikotin kislota, pantotenat kislota va boshqalar kiradi. Bir vitamini tamin markaziy nerv sistemasida qo'zgalish va tormozlanish jarayonlari normal o'tishida, odamning aqliy ish faoliyati yaxshi bo'lishida muhim o'rin tutadi. Agar u kundalik ovqat tarkibida yetarli miqdorda bo'lmasa, odamda gipovitaminoz bir kasalligi yuzaga keladi. Buning belgilari oyoq-qo'l muskullarining uvishib o'g'rishi, holsizlik, tez charchash, odamning aqliy faoliyati pasayishi, yana o'zlashtirish, esda saqlash, e'tiborni muhim masalaga jalb etish kabi qobiliyatlarning pasayishidir. U arzimagan narsaga jahli chiqadigan bo'lib qoladi. Bu vitamin uzoq muddat davomida yetishmasa, avitaminoz 1, ya'ni beri-beri degan kasallik yuzaga keladi. Uning belgilari shundan iboratki, nerv sistemasida ro'y bergan chuqur o'zgarish natijasida nerv tolalari falajlanib qoladi, terida sezuvchanlik oldiniga kuchayadi, so'ngra yo'qoladi, qo'loyoq muskullarining harakati kuchsizlanadi. Odam oyog'ini yaxshi ko'tara olmaydi va u qadamini kalta-kalta, xuddi oyog'iga kishan solingan odamga o'xshab bosadi. Kasallikka oz vaqtida davo qilinmasa, ko'krak qafasi va diafragma muskullari falajlanib qolishi natijasida nafas olish to'xtab qoladi va bemor halok bo'ladi. Bu vitamin guruch postlogida, bug'doy nonida, loviya, no'xat, tuxum sarigi, yong'oq, mol jigari tarkibida bo'ladi. B2 vitamini riboflavin ko'zning ravshanligini ta'minlash, ranglarni yaxshi ajratish, teridagi yaralarning tuzalishi, bolalarning o'sishi va rivojlanishida muhim o'rin tutadi. U ovqat tarkibida yetarli bo'lmasa, gipovitaminoz B2 yuzaga keladi. Bu kasallikda ko'zning shoh pardasi xiralashadi va ko'rish o'tkirligi, ranglarni ajratish qobiliyati pasayadi. Lablar qizaradi, achishadi va yara hosil bo'ladi. Soch to'kiladi. Bu vitamin jigar, buyrak, tuxum sarigi, sut va sut mahsulotlarida, no'xat, loviya tarkibida bo'ladi. PP vitamini nikotinat kislota hujayra va to'qimalarda moddalar almashinuvi jarayoni normal o'tishida muhim ahamiyatga ega. Bu vitamin yetishmasligi natijasida yuzaga kelgan gipovitaminoz P kasalligida nomid bilan boshlanuvchi 3 ta kasallik yuzaga keladi: dermatit, diareya, demensiya. Dermatit terining kasallanishi, u qizil do'g'lar paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi.
Diareya me'da-chakda ovqat hazm bo'lishining buzilishi va ich ketishi bilan xarakterlanadi. Demensiya markaziy nerv sistemasining funksiyasi, ya'ni odamning psixik, ruhiy faoliyati buzilishi bilan xarakterlanadi. Bu vitamin jigar, buyrak, mol go'shti, no'xat va loviya tarkibida bo'ladi. C vitamini askorbinat kislota moddalar almashinuvida, ayniqsa oqsillar va uglevodlar almashinuvida muhim o'rin tutadi. Uning yetishmasligi tufayli Sturvi kasalligi yuzaga keladi. Bu kasallik odamda umumiy holsizlik, tez charchash, milklarning shishib, bo'shashib qolishi, tishlarning qimirlab tushib ketishi, uni tish cho'tka bilan tozalaganda milk qonashi bilan kuzatiladi. Bu vitamin xom mevalarda, kokatlarda, sabzavotlarda, ayniqsa limon, apelsin, mandarin, karam, pomidor, piyoz tarkibida ko'p bo'ladi. D vitamini organizmda kalsiy va fosfor almashinuvi normal otishida ishtirok etadi. U ayniqsa 2-3 yoshgacha bo'lgan bolalar suyagining to'g'ri shakllanishi, o'sishi va rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Bu vitamin yetishmasligi natijasida yosh bolalarda rickets kasalligi yuzaga keladi. Bu kasallik bolaning 3-4 oyligidan boshlanishi mumkin. Bolada oldiniga ko'p terlash, injiqlik, uyqu buzilishi kabi belgilar kuzatiladi. So'ngra bolaning suyaklari yumshab qolishi natijasida ular egrilanib, shakli buziladi, ya'ni boshning ensa qismi pachoqlanadi. Ko'krak qafasi esa ichiga botiq bo'lib qoladi yoki oldinga bortib chiqadi. Bola yura boshlaganda gavdasining og'irligi oyoqlarga tushib, ular egrilanib qoladi. Chanoq suyaklari ham egrilanishi mumkin. Bu hol kelajakda ayollarda tugish jarayonini qiyinlashtiradi. D vitamini baliq yog'ida, tuxum sarigida, sut va sut mahsulotlarida ko'p bo'ladi. U quyoshning ultrabinafsha nurlari ta'sirida odam terisida ham hosil bo'ladi. Shuning uchun bolalarni quyosh nuridan muntazam foydalantirish, ochiq havoda chiniqtirish rahit kasalligining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Vitaminlar odam organizmidagi barcha hayotiy muhim fiziologik jarayonlarning normal otishida, bolalar va o'smirlarning normal o'sishi va rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Shuning uchun kundalik ovqat bilan vitaminlarga boy mahsulotlarni, ayniqsa kokatlar, sabzavotlarni yangi uzilgan holda, sut va sut mahsulotlarini, tuxum, no'xat, loviya kabilarni muntazam ravishda iste'mol qilib turish zarur. Bu mahsulotlar bo'lmagan vaqtda, ya'ni qish, erta bahorda dorixonalarda tayyor holda sotiladigan vitamin tabletkalardan kuniga 1-2 tadan iste'mol qilish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat, kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang.